Ke Qanjorajon, sen ishlaring vobshe og'ir kunma, ishlaring yurishmayapti. Qizing bilan atnashing ham buzilgan. Sizlar bir umrga birlashtirib qo'yaymi? Qimorda umuman yutqazmaydigan odamga aylantiraymi sen? Baxtingdan ochaymi yo taxtingdan ochaymi? Qo'ling ber qani. Ibi to'xta. Yo'q. To'xta. Biz folashtirgan emas, asl haqiqatni ko'rsatishga keldik. Aytib qo'yay, bugungi ko'rsatuvdan keyin siz meni ko'rmasligingiz ham mumkin. Shu sabab avvalo muqaddas oyda mening haqqimga ham bitta duo qilib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Rasmiy qism tugadi aka. Endi boshlaymiz. Bugun birovga yomonlik qilish uchun uning oldiga borish, ozor berish, mashinasini yo'q qilish yoki u bilan yuzma-yuz tortishish ham shart emas. Chunki qo'limizda turgan mana shu kichkinagina, oddiy ko'rinadigan va uni jirkash narsaga aylantirilgan holatlar insonning hayotini izdan chiqarishi, bor-budidan mahrum qilish mumkin. Uning oqibatlari esa siz tasavvur qila olmaydigan darajada insonlarga ozor yetkazadi. Siz bilan folbinlar haqida gaplashamiz. Qarang, biz bugungi ko'rsatuv orqali folbinlarning faoliyatini targ'ib qilishdan yiroqmiz. Aksincha, ularga ishonib qolayotgan xalqimizni ulardan uzoqlashtirmoqchimiz. Folbinlarning sodda xalq uchun ishlatayotgan nayranglarni sizga yaqindan ko'rsatib beramiz. Kimdir sizni o'qtirib o'tiribdi. Boshingizni ustiga yosh kimdir o'qtirib o'tiribdi. Baxtingizni ichi, ishingizni oldi. Qiti chalkash emasmi? Ishingizni ichiga nimagadir qiti ko'rib bilmaslik, chalkashliklar ko'rib o'tiribman. Qizing bilan atnashing ham buzilgan. Sizlar bir umrga birlashtirib qo'yaymi? E'tibor qiling, folbinman demayapti hozir. Hech kim na osmonda na yerda g'aybni bilmaydi. Faqat Alloh biladi. Onlayn ishlaydigan folbinlarning profillariga birma-bir yozib chiqib, fol ochib berishlarini so'radim. Igna amali, yuragiga igna sanchib, ya'ni igna sanchib sizni xayolingizni uni yuragiga kirgizamiz. Bu ishlar orqali to'g'ri borib do'zaxdan joy buyurtma qilib qo'ygan bo'lishingiz ham mumkin. Folbinlarga ishonish bu iymonga, aqlga va jamiyatga xiyonat degan bo'lardi. Xuddi shunday. Bir kishining 40 kunlik qabul qilingan namozi botilib ketadi savobi, borib nasl so'rash bilan. Hali ishonish unga shart emas dedi. Bu mavzuga nima sababdan qo'l urganimizni hozir aytaman. Undan oldin esa bir hafta oldin 200 mingdan ortiq ko'rilgan ko'rsatuvimizni vaqtingiz bo'lganda o'tib ko'ring, izohlarda ham fikrlaringizni qoldiring hamda like tugmachasini bosish yodingizdan ko'tarilmasin. Biz o'tgan galgi sonda Iqbol tabib va uning davolash industriyasi, oilaviy ushbu faoliyat bilan shug'ullanish haqida gapirib o'tgan edik. Rezonans biz kutgandan ham juda ham yaxshi bo'ldi. Aynan o'sha loyihamiz so'ngida bir onaxon mening kelajagimni ham aytib bergandek bo'ldi va shundan keyin ularga nisbatan ishonchim yana pasaydi. Shu sabab bugun siz bilan folbinlar haqida gaplashishga va ularning bugun nopok harakatlarini ochib berishga harakat qilamiz. Stop. Siz folbinlarga ishonasizmi yo'qmi? Shuni ham yozib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Folbinlik juda qadim zamonlarda paydo bo'lgan. Oldingi davrlarda odamlar tabiat hodisalarini va kelajakda nima bo'lishini tushuntirib bera olmagan. Shu sababli ular turli belgilar va marosimlar orqali kelajakni bilishga harakat qilishgan. Qadimgi Mesopotamiya, Misr, Yunoniston va Xitoyda folbinlik keng tarqalgan. Odamlar muhim qarorlar oldidan yoki muammolar paytida folbinlarga murojaat qilib maslahat olishgan. Folbinlikning paydo bo'lishiga asosan odamlarning kelajakni bilishga bo'lgan qiziqishi va noma'lum narsalardan qo'rquvi sabab bo'lgan. Hozirgi zamonda esa ko'pchilik olimlar folbinlik ilmiy asosga ega emas deya hisoblaydi. Shunga qaramay, ayrim odamlar hanuzgacha turli fol usullariga ishonishda davom etishadi. Hattoki o'zlarining g'arazli maqsadlarini amalga oshirish uchun ham ularga murojaat qilishadi. Ammo folbinlar bilan ish bitirish, fol oshtirish, ularga ishonish dinimizda ham qoralangan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, "Man ata kahinan aw arrafan", kim bir folbinga yoki arrofga kelsa,
hozir kim ekanligini aytib beraman. Kim bir folbinga yoki arrofga kelsa, fasaddaqahu, uni gapirgan gapini tasdiqlasa, fasaddaqahu bima yaqul, gapirgan gapini, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. U batahqiq Muhammad alayhisalomga nozil qilingan narsaga, Qur'onga va dinga, musulmonchilikka kofir bo'libdi deganlar. Bu juda og'ir zajr gap. Kim folbinga yoki kohinga yoki arrofga kelsa va uning gapiniga ishonsa, tasdiqlasa, payg'ambar alayhisalomga nozil qilingan Qur'onga yoki dinga kofir bo'libdi deganlar. Folbinga borib tasdiqlamagan odam gunohkor bo'ladi. E'tibor qilish kerak. Bu aqidaviy masala. Folbinga kimdir bordi-yu, lekin ishonmadi, ammo gunohkor bo'ladi. Ammo borib ishonsa kofir bo'ladi. Baxtli hayot qulflarini ochaman. Temirchi bo'lsa kerak-da bu ham. O'zing temirchisan. Tegiga erlarni qaytaraman deb yozib qo'yibdi-yu, o'qishi bilasanmi? Folbin shu yerda bo'lsa kerak. Qani yurchi? Deganingni ber. O'g'rini topishga yordam beringlar. Qanaqa o'g'ri? Biz qiz qidiryapmiz. Ko'ryapman. Mana ko'ryapman. O'zi sap-sariq, sochlari sap-sariq. Qanaqa sochlari sap-sariq? Sochlari qop-qora, uzungina, qosh-ko'zi qora. Ashula aytadi, oti Zuhra. Fatima degan singlisi ham bormi? Bilmadim. Bor, topdimmi? Topdim. Bo'pti. Xivadan topasanlar. Xivada? Mana bu ko'rgan filmingiz ham 1999-yilda yaratilgan. Oradan 27 yil o'tibdi hamki, folbinlarning gapirish ssenariysi umuman o'zgarmagan. Lekin ularda bitta narsa rivojlandi. Endi folbinlar onlayn tarzda faoliyat olib borishyapti. Hattoki men ba'zilar bilan offlayn tarzda, ya'ni yuzma-yuz ko'rishaman deganimda ham ular buni xohlashmadi. Faqatgina Telegram orqali rasm va pulni tashlaysiz va ular fol ko'rishadi yoki kimnidir isitib, sovutib qo'yishadi. Endi onlayn folbin haqida gaplashamiz. 2 oy oldin Jahannamga yo'l nomli ko'rsatuvimiz orqali sizga narkobozorning transformatsiya bo'lgani haqida gapirgan edik. Bugungi fokusimizdagi folbinlikda ham yangi tendensiyalar paydo bo'ldi. Ilgari folbinlarni izlab uyma-uy yurishgan bo'lsa, endi ijtimoiy tarmoqlarning o'zi ular uchun yaxshigina bozor vazifasini o'tayapti. Tarmoqlarda hech qanday ko'rinish bermasdan odamlarni fol ochib qo'yish bugun urfga aylandi. Ochig'ini aytsam, ularning faoliyati internetda bunchalik rivojlanib ketgan deb ham o'ylamagandim. Ammo Telegram yoki Instagramga bittagina folbin yoki onlayn folbin deb yozganimizda ularning 100 minglab obunachiga ega kanallari chiqib keldi. Hattoki narxlar, qanday faoliyat turlari borligining barchasi kanallarda aytib o'tilgan. Birgina Telegramga hozir siz bilan folbin so'zini kiritamiz. Mana ularning faoliyat olib borayotgan profillari. Afsuski, sodda xalqimiz ularga murojaat qilib o'z oxiratini ham kuydirayotgan bo'lishi mumkin. Qarang, birgina kanal va 107 mingdan ortiq obunachi shu folbinni kuzatadi. Boshqa Telegram kanallarda 30 mingdan ortiq obunachisi bor folbinlar ham mavjud va ularga hattoki turli izohlar ham yozilgan. Ularning amallarini esa o'zingiz ko'ring. Er-xotinni isitib qo'yish, munosabatlarni yaxshilash, sehr qilish, xullas hammasi mavjud. Hatto bu folbinlar muqaddas Ramazon oyida ham hech narsadan tap tortmasdan bemalol faoliyat olib borishmoqda. E'tibor qiling, ayollar asosan o'z turmush o'rtoqlarini o'zlariga yanada yaqin qilish uchungina ulardan yordam olishmoqda. Instagramda ham xuddi shu ko'rsatkich. Obunachilar soni esa ba'zi bir blogerlarnikidan ham ko'proq. Eng qizig'i, folbinning ishini maqtab, unga iltifotlar ko'rsatib, erim menga yaqin bo'ldi, yigitim bilan munosabatlarim yaqinlashdi deydiganlar ham juda ham ko'p. Biz bu izohlarni kimlar yozganiga ham aniqlik kiritish maqsadida barcha kanallarni ko'zdan kechirdik. Ammo hamma tarmoqlarda faqat skrinshot qilingan rasmlar, ularni esa kim yozib qo'yganini bilishning iloji yo'q. Balki bu fikrlarning barchasini folbinlarning o'zi yozayotgandir. Chunki bunday feedbacklarning hammasi bir-biriga juda yaqin mazmunda va bir xil stilda yozilgan. Bunday yozishmalarni esa folbinlarning o'zi eplay oladi. Buning natijasida esa yangi mijozlar paydo bo'laveradi. Biz esa bu yo'nalish ham odamlarning ishonchiga kirishning tarmoqlarda ommalashgan yaxshi yo'li ekanligini aytib, folbinlarga ishonmaslikni tavsiya qilamiz. Folbinlarning faoliyatiga ham qoyil qolasan kishi. Buqaning yuragiga afsun qilib ikki sevishganni bir-biriga yaqin qilishadi. Shamlardan turli shakllar yasab, munosabatlarni mustahkamlashga harakat qilishadi.
boylik xohlab folbinga borishadi. Undan ko'ra chiqib ishla, barakasini o'zi beradi. Hattoki bu ishga Allohning o'zi qodir ekanligi, farzandni ham Alloh berishi hammaga ayon bo'lsa-da, ba'zi insonlar folbindan ham afsun yordamida farzand so'rashmoqda. Ko'rib qo'ying, sodda xalqimiz kimlarga nimalar deb murojaat qilib, oilasini yaxshilashga harakat qilyapti. Dinda qoralangan, rad etilgan amallar bilan oilani mustahkam qilish mumkinmi? Folbinlarga ishonish bu iymonga, aqlga va jamiyatga xiyonat degan bo'lardi. Xuddi shunday. G'aybni faqat Alloh biladi. Mafatihul g'oyba indalloh deganlar payg'ambar afandimiz. G'ayblarning kaliti Allohning qo'lidadir. Hech kim na osmonda na yerda g'aybni bilmaydi, faqat Alloh biladi deyapti. Bu e'tiqod bu. Demak, g'aybiyot ko'zga ko'rinmaydigan bizga mavhum bo'lgan narsalarni avvalo Alloh biladi. Folbinlar hozir e'tibor qiling, folbinman demayapti hozir. Hozir niqoblanishgan. Ular o'qiyman deb o'zlarini e'lon qilishadi. Folbin men o'qiyman deydi. Borib uning o'qishiga qarab tursangiz, keyin pichoqlar chiqaradi, odamlarim bor deydi, demak ma'lum u folbin bo'ladi. Xullas, juda ham qiziquvchanman. Nima bo'lsa ham folbinlar bilan o'zim ham gaplashishga qaror qildim. Onlayn ishlaydigan folbinlarning profillariga birma-bir yozib chiqib, fol ochib berishlarini so'radim. Ular shunchalik ko'pki, adashib ham ketasan kishi. Narxlar odatdagi 50 ming so'mdan 400 dollargacha ham borar ekan. Ba'zilari undan ham ko'p. Kimnidir isitib qo'yish, qulf kalitlar orqali sehr qilish ham shu xizmatlar ichida bor ekan. Kerakli pulni va o'qitmoqchi bo'lgan insonning rasmini tashlaysiz, ular esa siz xohlagan amalni bir zumda qilib berishadi afsuski. Bu insonning keyingi taqdiri esa kuyib ketishi hech gap emas. Ishonmasangiz jarayonlarni o'zingiz kuzating va bunday holatlarga hech qachon duch kelmaslikka harakat qiling. Telefondan ham o'qiyman, fol ochaman. Qarang, eng qimmatida 2,5 millionligida qulf kalit sotib olamanda, qulf kalitga shu 2 yoshni, ya'ni kim bir-birini sevsa, masalan, eri ketmoqchi bo'lsa xotini bilan erini mahkam boylab tashlab, bunisi bo'lsa bunisiga qulf kalit qilib bog'lab, oqayotgan oqar suvga oqizib yuboramiz. Ular yopishib qoladi kalitday bir-biriga. Agar 2 millionligi bu igna amali, yuragiga igna sanchib, ya'ni igna sanchib sizni xayolingizni uni yuragiga kirgizamiz. Ya'ni u xayolda yuradi, sizni o'ylaydi, siz bilan birga bo'lishni intilib 1,5 millionligi rasm amali, rasmiga qilinadi. Mana bu faoliyat turlarining barchasi aynan biz gaplashgan folbinga tegishli. E'tibor qiling, xolamizning boshlarida ro'mol, o'zlaridan xojonani yasab olib, kimnidir issiq, kimnidir sovuq qilib oilani birlashtiraman deb amallar qilmoqda. Qanday qilib bunday insonlarga ishonish mumkin? Ko'rib turibsiz, onlayn ishlaydigan folbinlarning aksarida siz faqat ovozni eshitasiz xolos. Shunga qaramay, sodda odamlar ularga o'z muammolari, oilaviy mojarolari haqida batafsil aytib, dardini ochib tashlashmoqda. Aslida esa folbinlarga ishonishning o'zi dinimizda katta gunoh hisoblanadi. Bu ishlar orqali to'g'ri borib do'zaxdan joy buyurtma qilib qo'ygan bo'lishingiz ham mumkin. Astag'firulloh. Ammo u folbin emas, firibgar bo'lsa-chi? O'zidan o'zi siz haqingizda kelajakni aytib berib, "Ha, men eringizni isitdim" deb sizdan pul, hattoki sarosimaga tushgan paytingizda shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rasa nima bo'ladi? Oldinlari folbinlar bilan ish bitmasa, ularning uyiga borib e'tiroz bildira olardingiz. Ammo bugun onlayn folbinlar mutlaqo boshqa formatda ishlashadi. Siz bilan har doim messenjerda chatting yoki ovozli xabar orqali gaplashib, sizni fol ochib qo'yishadi. Bunday ishlar insonlar uchun qulaylikmi yoki folbingami? Albatta, biz gapirayotgan zamonaviy folbinlar uchun bu ayni muddao. Sababi folbinga borish bir martalik murojaat bilan cheklanib qolmaydi. Ular sizni yana o'ziga chorlaydi. 2-3 marta unga pul to'lab murojaat qilganingizda ham hech qanday foyda bo'lmasa, bu ustaz faranglar siz bilan yozishmalarni shunchaki o'chirib yuborib, sizni bloklab qo'yishadi. Siz esa onlayn folbinlarning nayrangiga aldanib, qo'yningiz puch-yong'oqqa to'lishi, shu bilan birgalikda pulingizni ham, umidingizni ham yo'qotishingiz mumkin. Onlayn folbinlarning faoliyati, ularning insonlarni mod qilib aldab ketish yo'llari haqida sizga keraklicha ma'lumot berdik deb o'ylaymiz. Shunda ham bizga ishonmay folbinlar tomonda bo'lsangiz, biz siz uchun offline, ya'ni ko'rib fol ochadigan bunday shaxslar bilan ham yuzma-yuz ko'rishdik. Eng qizig'i aynan mana shu surishtiruvdan so'ng siz folbinlarga umuman murojaat qilmasligingiz aniq. Ammo bu gal biz juda boshqacha usulni qo'lladik. Folbinni sinab ko'rish, ularning hamma gapi uydirma, insonlarning fikrini o'qiy olishi noreal holat ekanligini isbotlash uchun ChatGPT ga murojaat qildik. Undan go'zal bir o'zbek qizining rasmini yasab berishini so'radik. Qarabsizki, rasm tayyor. Folbinga esa shu rasmdagi qiz bilan munosabatlarimiz borligini, bu qiz bilan kelajagimni ko'rib berishini so'ramoqchi bo'ldim. Ya'ni, qani
qanday munosabat bildiradi yoki bu narsani ham sezib qolish mumkinmi? Endi e'tibor qiling, rasmdagi qiz haqiqiy emas, balki bu sun'iy intellektda yaratilgan generativ rasmdir. Lekin uni folbin ko'rib qanday holga tushadi? Folbinlarni topish oson bo'lmadi. Ba'zilar esa hatto ko'rib suhbatlashish uchun ham $100 dan ko'p mablag' so'rashini orqa-varotdan eshitib qoldik. Ammo baribir maqsadga erishish kerak bo'lgani uchun Toshkentdan emas, Buxorodan shunday insonlarni so'rab, surishtirib topib bordik. Oxiri bitta joydan folbinning manzilini ham topdik. Folbin uyga keldik. Mana folbin uyi. Odamlar chiqib kelyapti. Hozir endi o'zimiz ham kirib ko'ramiz va telefonimizdagi o'sha rasmni ko'rsatib. Bu folbinning ish joyi. Darvoza tagida esa yangi BYD rusumli avtomobil turibdi. Folbin ham mana shunaqa imijimida ish bajarar ekan shekilli, xonasida ortiqcha narsalarni ko'rganimiz ham yo'q. Kirishimizdan suhbat quyidagicha boshlandi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Yaxshimisiz? Rahmat. Bismillah, Xudojonakim, bismillah, la ilaha illalloh. Nimaga kimdir sizni o'qitirib o'tiribdi? Yo'q. Boshingizni ustiga yosh kimdir o'qitirib o'tiribdi. Baxtingizni ichi, ishingizni oldi, qiti chalkash emasmi? Ishingizni ichiga ham nimagadir qiti ko'rib bilmaslik, chalkashliklar ko'rib o'tiribman. Sog'lik ham aytganday emas. Go boshqa, go yuraklar tap-tap urganday, tez urganday, behalovatday go bo'g'ilib kelasiz. Go oshqozon qitavqo desangiz boshqa qildirib bermaydimi? Nimagadir qiti sog'ligingizga ham ta'sir etgan. Qaringiz kelmasa nimaga bu odamni sizni baxtingizni ham ko'rib bilmayapti? O kimdir bog'lab o'tiribdi-ku sizni? Qani, qayerdan bilasiz? Qani? Kartaga chiqib o'tiribdi okajon. Nima qilsak bo'ladi? Buni oshtirib qilish kerak. Buni biron narsa qilib oshtirib qilish kerak. Qaringiz kelmasin, ikki kishi yosh kimdir bittasi o'qigan sizni. Baxtingizni, ishingizni oldin o'qigan. Pul xom tamami sizdan bu. Nimadir xom tama bu sizdan. Tushundingizmi? Ko'ngli toza emas ukajon. Stop. Mening hozirgi hayotim juda ham yaxshi. Ishim ham, karyeram ham o'z o'rnida bo'layotgani uchun sizlar bilan birgalikda bemalol mana shunday manzillarda sifatli kontent tayyorlayapmiz. Folbinning gaplari esa hamma aytadigan gap ekanligini o'zingiz ham bilib turibsiz. Ya'ni hamma kelgan odamga bir xil gap gapiriladi, uni birinchi navbatda sarosimaga solishadi va odamlar ishonib qolib, davay aytavering deb boshlashadi. Folbinga odamni ishonishning ilmiy nuqtai nazardan tushuntiryapti. Birinchisi tasdiqlash illyuziyasi. Buni o'sha konfirmatsion bias deydi. Tasdiqlash illyuziyasi. Hali folbin 10 ta gapni gapiryapti, bittasi to'g'ri chiqsa ham 9tasi noto'g'ri chiqsin. Haligi odam uni najot izlab borgan o'zicha va u qo'rqqan va hokazo ta'sir doirasida uni bitta rost gapini ushlab oladi, bo'ldi, to'g'ri aytdi deydi. Bu yoqdagi 9 ta yolg'onni u e'tibor qaratmaydi. Faqat o'ziga mos kelganini eslab qoladi. Ikkinchisi noaniq so'zlar, hali Barnum effekt deydi. Noaniq so'zlar bilan folbinlar ta'sir qiladi. Odatda nima deydi? Sen kuchlisan, lekin ba'zan charchaysan deydi. Hamma shunday o'zi. Hamma kuchlilar ham inson borki, ba'zan charchaydi. Ba'zan boshi og'riydi, ba'zan ko'ngil ayniydi va hokazo. Bu hammaga tushadi bunaqa gap. Men ham hech kimman. Bu ham karta ham hech kim emas, lekin bu ham bir banda yaratgan narsa, lekin ixlos xalosda kartamga chiqib o'tiribdi ukajon. Siz necha yildan beri qilamiz, birinchi marta sizni ko'rib o'tiribman, lekin kartamga chiqib o'tiribdi, bu xabar bo'ling. Kimdir yosh, kimdir sizni baxtingizni, ishingizni, sog'ligingizni, ko'zlaringizni bog'lab tashlagan. Endi kulminatsiyaga yetib keldik. Men unga sun'iy intellekt orqali yasalgan rasmni ko'rsatib, sevgan qizim deb tanishtirdim va undan kelajagimizni so'radim. Hozir bir qiz, shu qiz bor, rasmini ko'rsatsa bir ko'rib bering. Siz endi men o'sha kartamga chiqib o'qitib o'tiribdi bu kishini kimdir, lekin maqsadi pul ukajon. Maqsadi pul, bu xabar bo'ling, maqsadi narsa. Uni hayotiga kimdir ham bor. Ko'rsatgan qay? Mana shuda gaplashib lekin munosabatlarimizdan yaxshi emas-da, ozgina. O'shanga. Yana bir bor sizga eslatay, bu rasmni ChatGPTda yasab olganmiz. U haqiqiy emas, lekin folbin shu rasmga qarab ham bu qiz bilan munosabatlarimiz haqida gapirib berdi. Ismi nima? Muattar. Muattar. Bu nechinchi yil? Bu 2003. Ko'p ishonmam ukajon, ko'p ishonmam.
boshiga bir binoga issiq bo'lgan. Hozir qiti o'zi ham gap so'zlari boshqa xilday bo'lmayaptimi? bor Gap so'zlari boshqa xilday, nimagadir. Lekin yoniga bir o'zidan kattaroq kimdir bor, o'sha bilan maslahatlashib nimadir qilib yuradi bular. Boshqa bir dugonasimi apa deb yuradiganmi kimdir bor buni. Yoniga o'sha bilan sizni o'qitirib yuradi ukajon. U sizga bu qilibdi deysizmi? Ha, bu ham to'g'ri. O xabar biling. Bo'lmaydi. Sizdan oldin kimdir bo'lgan buni. Sizdan oldin kimdir bilan gapirgan. Da sizdan oldin odam bo'lgan. Hozir ham atrofiga bachalar bor. Bir ayol bor, buni qiz bacha emas lekin bu. Da endi opa deb o'sha uchun aytibman, opa deb yuradimi? Kimdir bor yoniga o'zidan kattaroq, o'sha bilan borib eskilik qildirib o'tibdi. Hech kim zo'ramas qachon. Million beradigan milliongiz ham folbaningiz ham hech kim Xudodan zo'ramas. Ana shu ham sizni bir martaga emas, necha marta o'qitib, pullaringizni olib, o'zingizdan o'qitib, ana shunaqa sizni hozir sog'ligingizgacha ta'sir qilgan. Siz boshqa kishini xohlamaysiz. Mana o'zingiz ko'rdingiz, yo'q narsaga folbin qancha ma'lumotni to'qib chiqardi. Va ularning o'ziga xos fishkasi ham shu aslida. Ya'ni odamni yana qayta kelishga majbur qiladigan qo'rqitish va vahima uyg'otish usuli. Avval muammoingizni eshitadi, keyin esa go'yoki sirli gaplar bilan sizni xavotirga soladi. Ish hali tugamadi, yana marosim qilish kerak, yana kelib 400 ming so'm to'laysiz degandek. Ya'ni menga ham xuddi shu gaplar aytildi. Ya'ni siz bir necha kundan keyin kelib o'zingizdagi mana bu dardlarni forig' qilish uchun bizga 400 ming so'm berasiz va biz sizni to'liq ochib qo'yaman dedi. Lekin bularning barchasi yo'q narsa, chunki mana men sizlar bilan birgalikda ko'rsatuvni tayyorlab turibman. Va shu bandobast qilib tashlagansiz, o'sha uchun o'zingizni o'shtirib tashlang, zo'r bo'ladi hammasi. Lekin ishingiz eskilik ukajon. Lekin uni ko'ngli toza emas. O'ftan man qilaman. Uni ko'ngli toza emas ukajon. Chorshanba. Ha, chorshanba harakatingizni qiling, ana keling. Qaysi qop kelsak bo'ladi? Qaysi qop kelsak bo'lasiz? Hay ana abitoba zamonda beton bir vaqtda. To 2 gacha kelinglar. To ana shu qotgacha kelinglar. 12 birlarga 2 to 2 gacha kelinglar. Shu yo'l bilan esa ular odamlarni o'ziga bog'lab qo'yadi va asta-sekin pulingizni olib boradi. Kim biladi, ikkinchi marta borganingizda ham voy sizning ishingiz o'xshamadi, sizni yana issiq qilib qo'yishibdi va dardingiz og'ir deb yana qayta kelishga majbur qilsa. Bu bo'ladigan holat, chunki siz bu narsadan qo'rqasiz va necha marta borishga to'g'ri keladigan bo'lsa borib, o'zingizning dardingizdan forig' bo'lishga harakat qilasiz. Lekin bilmaysizki, folbinlar bu narsani hammada qo'llashadi va faqatgina bu orqali pul ishlashadi. Payg'ambar alayhissalom bu hadislarni aytayaptilarki, man ata arrofan, kimki arrofga kelsa, arrof deb bilasizmi kimga aytiladi? Folbinlarning bir turi bor hali. Biz umumiy folbin deymiz, lekin ular kohinga, arrofga, munajjimning bir ko'rinishi ularga bo'linadi. Arrof deb yo'qolgan narsalarni topib beradigan odamlar. Yo'qolgan narsang falon joyda turibdi, falonchi olgan, bunday qilsang, buncha pul bersang, buni qilib beraman, topib beraman, ularda arrof deyiladi. Payg'ambar alayhissalom yuqoridagi hadisda arrof bilan qo'shib folbinni ham aytdilar. Lekin bu hadislarda endi arrof folbindan pastroq turadi darajasi. Kim arrofga kelsa, fasalahu an shay'in, undan bir narsa haqida so'rasa arrofdan, lam tuqbal lahu salatun 40 laylatan aw yawman. Uning 40 kecha kunduzlik namozi qabul qilinmaydi. Arrofga borib hali ishonish aytilmayapti bu yerda. Ishonish shart qilinmayapti. Shunday borib undan bir narsa so'rashlik bilan 40 kunlik namozi habat bo'lib ketadi. Botil bo'lyapti. Ko'rdingizmi? Qanday buning oqibati bor? Ishonsa kofir bo'ladi. Ishonmay borib so'rashi bilan uning 40 kunlik bir kunda 5 mahal namoz bor. 40 ga ko'paytiring. Necha mahal namoz? Qabul qilingan namoz haqida gap ketyapti bu yerda. Bir kishining 40 kunlik qabul qilingan namozi botil bo'lib ketadi savobi, borib narsa so'rash bilan. Hali ishonish unga shart emas deyaptilar. Xullas 20 daqiqa davomida biz ham tavakkal qilib, folbinlarning qanchalik uydirma gaplar bilan insonlarni mot qilishini sizga ko'rsatib berdik. Ya'ni folbinga bormasligingiz uchun. Nima uchun tavakkal deyapman? Chunki aynan bu ko'rsatuvdan keyin barcha folbinlar menga qarshi harakat qilmaydi deya javob bera olmayman. Lekin bularning hammasi Xudodan, iymoni mustahkam odamga Xudo xohlasa hech narsa ta'sir qilmaydi. Aslida folbinlar kelajakni biladigan sirli odamlar emas. Balki insonlarning qo'rquvi, muammosi, shuningdek umididan foydalanadigan kimsalardir. Ba'zilari esa dinni niqob qilib olib, o'zini tabib deb tanishtirib, odamlarning ishonchidan foydalanmoqda. Hatto ayrim hollarda odamlarning hayotini izdan chiqarishgacha borayotgani ham bor gap.
Biz esa har doimgidek bir nechta dalillar bilan ularning qay darajada yolg'onchiligini ko'rsatib berdik. Oilani asrash uchun folbin va sehrgarlarga murojaat qilishni to'xtataylik. Kimnidir ko'ra olmasdan unga hasad qilib, folbinlar tomonidan o'qitilgan buyumlarni ularga qarshi ishlatishdan tiyilaylik. Chunki bu dunyoda kirdikorlaringizni hech kim bilmasa ham ko'rguvchi va jazolovchi aniqdir. Siz esa kimga murojaat qilayotganingizni unutmang. Aytgancha kichkinagina mehnatimizni qadrlab, albatta kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin. Salomat bo'ling.